Assalam barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, jumladan Uyg'ur qarindoshlarim yaxshimisizlar? Men qarindishinglar, sirdishinglar, vatandishinglar, taqdirdishinglar, yurtdishinglar Ablajon Leyla Amerikadan so'zlayapman. Men chet elga chiqqan 23 yildan beri izchil to'xtamay xalqimizga har xil vositalardan foydalanib chet elda ilib boradigan Sharqiy Turkiston mustaqillik davarimizni qaysi shaklda anglitishimiz kerak degan temada intayin ko'p to'xtalib keldim, ham to'xtalib kelyapman. Mening eng muhim, eng nozik deb qaraydigan masalalarimning biri bizning chet eldagi ilib berayotgan davolarimiz kishilik huquq davosimi yoki u bir zimin davosi, haq talab davosimi? Bizning chet elda ilib borgan yillardan beri ilib berayotgan davolarimizda biz kishilik huquq davosi qilish chet elda ilib boradigan davolarimizga eng muvofiq davo. Chunki biz kishilik huquq davosi orqali xalqaroning eshiklarini ocha olamiz. Xitoylarning davlat zimin butunligini e'tirof qilish sharti ostida iqtisodiy va ijtimoiy munosabat ilib berayotgan davlatlarning eshiklarini ocha olamiz va ularning yordamiga erisha olamiz deb qarab, kishilik huquqning bu bir qism afzalliklarini nazarda tutib, biz butkul vujudimiz bilan kishilik huquq davosini anglitishga kirishdik ham buningda yaxshi yomon emas natijalarni qo'lga keltirdik. Ammo izchil turda kishilik huquq davosini anglitish nimani keltirib chiqardi eng oxirgi vaqtda? Natijasi qanday bo'ladi degan savolga javob berishga to'g'ri kelsa, u eng oxirida eng yuqori pallaga yetgan chig'ida Xitoyda 56 dan ortiq millat bor ekan. Bu Uyg'ur millati shu Xitoyning ichidagi 56 millatning birisi ekan. Ular islom diniga e'tiqod qilgan bo'lg'ashqa, bularning Xitoyning hozirgi hokimiyati bilan izchil turda bir kelisholmaslik, bir ishga to'qinish, o'zaro qarama-qarshilik bor ekan degan narsani anglitib qo'yamiz. Mana bu buning natijasi. Endi biz yaqin kelgusida ilgirki tarixni emas, mushu 33-yil va 44-yil qurgan va xalqaroga mustaqilligini jakolagan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining davosini qilsak, u holda biz zimin davosi, haq talab davosi qilgan bo'lamiz. Ammo qandaqdir bizning chet eldagi ziyolilarimiz va nurg'un aktiv siyosiy faoliyatchilarimiz kishilik huquq davosi qilish orqali mustaqillik davosini keyin hal qilamiz. Hozir bizning chet elda qildigan davorimizning eng unumli, eng muhimi bu deb biz butun vujudimiz bilan kishilik huquq davosini anglatdik. Unda bo'lsa biz kishilik huquq davosini yaxshi anglatib g'alaba qildikmi? Yo'q. Agar biz kishilik huquq davosini anglatib, xalqaroning yordami bilan millatimizni burunqidan bir qadar yaxshi, burun o'zlari bergan avtonomiyadan sal oliy bir avtonomiyani beradigan darajada kurash qilgan bo'lsak, u holda xalqimiz bugünkidek milyonlarcha aşu concentration camps, yani lagerlarga solanmagan, ularning insani haq huquqlari depsende olmagan, hatta hayat turib ularning bedellari içilib ishki organizmlari chet elga setilmagan bo'ladi. Unda olsa biz kishilik huquq davosini qilib g'alaba qila oldikmi? Yo'q. Aksincha biz vatan ichidagi xalqimizning kundalik turmushini, siyosiy hayotini, istiqbolini vayron qildik. Mana bu buning natijasi. Hamda kishilik huquq davosi qilish ziyonliqmi? Yo'q. Men bundaq deyish orqali hargiz chet elda kishilik huquq davosi ilib berayotgan shaxs va tashkilotlarimizni xatolashdi yoki ular xato qilyapti demoqchi emasman. Ammo bu kishilik huquq davosi bilan bizning masalamiz hal bo'lmaydi demoqchiman. Mana bu buning natijasi. Agar kishilik huquq davosi rostilla bizning millatimizni qutuldiradigan to'g'ri bir davo bo'lgan bo'lsa, u holda bugun 3 milyon, 4 milyon adamimizning bugünkidek 21-asrda
butkul dunyo ko'zini satelitlar orqali har xil medialar bilan kuzatib turayotgan mushundaq bir sharoitda qanday qilib 3-4 million odamimiz oshkor holda turmalarga solinib, lagerlarga solinib, hayvonlardan beter xorlanmagan bo'ladi. Şoňa men muşu chet elge çıkan 23 yıldan beri davamlı teşvik qilgan narsam biz xatolashyapmiz. Kişilik hukuk davasını qilish biz uchun haqiqatan muhim. Ammo shundaq bir eng muqaddas bir nuqtani nazarimizdan saqib qo'yapmiz. U bo'lsa-mu bizning davarimiz hech qachon kişilik hukuk davası emas. U o'zimizga ilmisaqdan taalluq bo'lgan bizning qonunliq ziminimiz, vatanimiz ve müstakilligimizni eslik keltirishdan ibaret davadır. Biz xalqaro kişilik hukuk davalarını anlatgan çığımızda biz bundaq bir xalqimizning en mukaddes bir hukukini, yani müstakillikten ibaret bu hukukini eskertishni unutib qolmayli deb jekilib keldim. Eğer biz bu davanı chet elde deslim edilam, biz bu Uyghur xalqining Sharqiy Turkistonliklarning zimin davası, haq talab davası, mustaqillik davası qilib og'iltib kelgan bo'lsak, u holda hozirgidek chet eldagi bir qism davlatlar bizning Xitoy hokimiyati va uning haddidan oshgan irqiy qirg'inchilikka qarshi xalqimizning ilgari yaqin tarixda ib bo'lgan qurolliq va yoki qurolsiz har xil shakllar bilan o'zini qo'g'dash, ya'ni self defense, özünü qo'g'dash uchun kuchlik dushmaniga qarshi elib borgan harakatlarni terrorlik harakat deb qarab qilishning oldini olgan bo'lardik. Agar biz zimin davası, haq talab davası, ayni vaqtdagi ozod hur mustaqilligimizni asliga keltirish davası deb anglitib kelgan bo'lsak, u holda bizning harakatimiz Xitoyga qarshi elib borgan harakatlarimiz hargizmi terrorlik harakat deb atalmasdan, aksincha bu erkinlik jangchilarining harakati. Yani freedom fighter, yani erkinlik jangchilari deb atılıp keladi. Ama biz bu noktaga intayin sal qarab keldik, hem kelyapmiz. Endi men oldin qitimqi leksiyalarimda bizningki mushu kişilik hukuk davası ilib berayotgan tashkilotlarimiz ve shaxslarimizning self determination, yani millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash hukukidan paydalanıp biz müstakilligimizni eslik keltirimiz deydigan ham xiyollarga men zarbe berip geldim ve karıştırıp geldim. Çünkü bugünkidek Xitoy nüfus intayin köpeygen, vatanimiz tuprağıda bu tacavuzcu, kanunsuz köşmen Xitoylarının köplep oltıraklışı neticesinde xalqimiz assallık milletke aylanıp kılıvatkan. Ve şu yerde tuğulup ösken Xitoy perzentleri ve içimizdeki bir kısım hainler arlaşkan halda şundak bir self determination, yani öz takdirini özü belgileş asası da bir çoğun referandum elip verildi mi değil, o halda biz 100% usturup koyumuz. Fakat usturup koyumuzla emez, ikinci qitim mengü müstakillik davası kılanmaydıgan bir oranga düşüp kalımız xalqaranın aldıda. Şoňa men qaysi günki aldanki haftadyky leksiýarimda Şarkı Türkistan sürgünde hökümetini chet elde qurish xalqaro qonunlarga uygunmu? Eğer uygun bolsa, qaysi qonunlarga uygun? Eğer xalqaro qonunlarning şartlariga uygun bolsa, u halda Şarkı Türkistan sürgünde hökümet chet elde nima ishlarni qila oladi degan temasida to'xtaldim. Masalan, harbiy qurish, öz aldıga oliy sud qurish, xalqaro bilan diplomatik munosabat elib berish, asosiy qonunlarni tuzish va o'zgartirish, o'zi keng xalq ommasini qo'zg'atib, saylam orqali o'zining rahbarlik benzisini, ya'ni hukumat xodimlarini saylab chiqish qatorliq nurg'unlagan huquqlarning borlig'ini anglatdim. Lekin biz nima ish qilyapmiz? Xalqimiz bugünkidek aşındak irqiy qirg'inchilikka uchrab intayin bir xatarlik bosqichda turayotgan chig'ida biz birlashib uni ozod qilish, uning mustaqilligini asliga keltirish, dushmanni qo'g'lab chiqarib xalqimizni ozod qilish emas, aksincha chet elga chiqqan bizning saviyalik o'qigan ziyoli va davoda uzun yil tajribasi bor qarindoshlarimiz qandaqdi 2-3 yerda yig'in ichib biz hozir bir Sharqiy Turkiston davlatga 3 sürgünde hükümetini kurup otadık.
Mana bu bizningki chet elda ilib borgan da'vorimizning natijasi. Bu kimni xo'sh qiladi? Bu albatta Xitoy hukumati va uning bosqinchilik siyosati uchun xizmat qiladi. Unda xo'sh qanday qilishimiz kerak? Bizning hozir jiddiy holda bu chet eldagi bo'libmi shu haqiqiy Uyg'urlarning mustaqillikdan iborat bu muqaddas huquqini davomli chaqnatib turadigan Sharqi Turkiston surgundi hukumatini birlashtirishdan boshlashimiz kerak. Xalqning kuchi eng muqaddas. Sizlarning kuchingizga hech qanday kuchdan kelinmaydi xalqim. Sizlar o'rningizdan turib yetar. Biz bu da'voning egisi. Biz bu vatanning egisi. Biz belgilaymiz bu siyasetini. Biz bekitimiz bu siyasetini. Biz berimiz bu hukukni sana deb o'tirg'i chiqib, sizlar hozirgidek parchalanib Xitoy uchun o'yin qo'yib turayotgan va ularning foydasi uchun xizmat qilayotgan mushundaq tarqalib ketgan Sharqi Turkiston surgundi hukumatini bir yerga yig'ib beringlar bizga. Menga o'xshash nurg'un iqtidorlik, meningdimi nayt iqtidorlik yoshlarimiz bor. Peshqadamlarimiz var. Ularni özlerinin isimlerini namzat qilib o'tirib qo'ysin. Qo'ysin da xalqimiz shularning ichidan o'zi so'ygan, o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi ishongan bir odamini saylab chiqib, o'zlariga bosh qilsin. Va birlashganligimizni xalqaro jakolab biz bir bo'lib hozirgi dunyodagi erkin davlatlar bilan diplomatiya munosabati olib berishimiz kerak. Ama hazır biz berip Sharqi Turkiston surgundi hukumatida berip bir yer bilan ko'rishsak, ertasi o'xshash nom bilan yana birisi berip ko'rishib, bizning chet elda diplomatik ish ilib berishimizga og'ir darajada ziyon yetyapti. Hatta mümkün emas. Bu holda ish ilib borsak. Sharqi Turkistonning kishilik huquq davosini, Uyg'urlarning kishilik huquq davosini ilib berayotgan tashkilotlarmi har holda yaxshi ketib boradi. Gerçi natijasi ajoyib bo'lmasimi? Lekin ularning emgikiga sal qaramasligimiz kerak. Ularni qo'llash asosida bizning da'vorimizning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Ammo mustaqillik bu zimin haq talab davosini o'zininki eng tutiyasi, eng cho'ng ideologiyasi birdan bir maqsad qilgan Sharqi Turkiston surgundi hukumatini birlashtirib qurib chiqib, uni bir qilib xalq kayniga egishib, ondan shu bir bo'lgan hukumatning vakillari bizning boshqa davlatlarga bo'lgan diplomatik munosabatlarimizni olib berish kerak. Yuqorida biz o'tirib qo'yganimizdek, askar qurish kerak va uni taraqqiy qildirish kerak. O'zlarining oliy sudlarini ichib, vatan xoinlarini tepib chiqib, ularga jazo berish kerak. Va o'zlari turayotgan shu yerdagi yerlik hukumatning, ya'ni davlatlarning yordami orqali ularga keys turg'izib, shu yerdagi davlatlarning yordami orqali bularga jazo verishimiz kerak. İki qismimizda vatan millat uchun qurbon bergan, ishlayotgan, ter to'kayotgan qarindoshlarimizni rag'batlantirishimiz va ularning oila tobatlarini ahvol so'rashimiz, ularga gul taqdim qilishimiz kerak. Mana buning bilan ma'noda millat. Men yana bir qitim ta'kidlaymanki, qarindoshlarim, endi vaqti keldi. Bizning birdan bir birlashadigan vaqtimiz bu. Düşman miltiqdan hokimiyat chiqdi nazariyasi bilan bizni kontrol qilib keldi, ham kelyapti. Ammo biz uning aksicha da'vo ilib beryapmiz. Bizda bir millat bo'lish sifati bilan bizning ruhimiz, qalbimizda mustaqillik bo'lgan ishonch va cheksiz orzular bo'ladi ekan. Gerçi hozir qo'limizda vatanimiz, olayda qurollarimiz, iqtisodimiz bo'lmagan sharoit ostidami biz yana eng kuchli hisoblanamiz. Chunki bizda mustaqillik va uningga bo'lgan ishonch va yuksak g'oya va jasorat bizda bor. Bu bizning dushmanimiz yo'q narsa. Bulan bo'ladi ekan bizda biz ishini menki cho'qim g'alaba qilamiz. Uning uchun biz chet eldagi barliq Uyg'urlar birlashishimiz, ittifoqlashishimiz ve birlikte kuchli bir Sharqi Turkiston surgundi hukumatini bir qilib qurib chiqib, uni o'zimizga vakolatan tashqi dunyo bilan diplomatik munosabat elib berish orqali
vatanimizni yaqin kelgusida Xitoyning tajovuzchiligidan tamoman ozod qilishdan iborat bu g'oyamizga yetish uchun biz sizlarga ehtiyojliq, sizlarga muhtoj. Xalqning kuchi muqaddas kuchdir. Xalqim o'rninglardan turinglar, vaqti keldi. Endi sizlarning siyosat bekitadigan, siyosat belgilaydigan vaqtinglar keldi. Qo'limga telefonni epla hayajon bilan ko'p so'zlab qo'ydim. Ko'pchilik ortiq gap qilib vaqtingni olgan bo'lsam, meni kechiringlar. Ko'pchilikning vaqtiga rahmat.